Mana 2011-yil ishlab chiqarilgan Spark'imiz. Shu tarafidan DTP bo'lgan. Buni ketgan narsalari bamper, far, krilo. Ichki qismiga ham ozgina ta'sir qilgan. Zazorlari qisilib, eshik ochilmagan bo'lib qolgan. Kapot chasfaki. Keyin kapotga ham ozgina tekkan. Xo'sh. Mana ishimizni boshlab olamiz. Mana endi bu mashinamizni zapchast keltirib podgon qilamiz. Ana podgon jarayoni boshlandi. Tortni tayyorlab, zazorlarni qo'yib, chaspaklarni yangi qo'ydik. Filtr hech narsa bo'lmagan ekan, kapotini o'sha qoldi, oxiriga taxlaymiz. Plastmassalar singan ekan. Xo'sh, mashinamizni ishi davom etmoqda. Mana o'zining detallari. Mana taka turadigan kamonlari ham qayrilib ketgan. Ularning hammasini yangi olib keldik. Buni yangi ko'rinishdan qilamiz. Xo'sh. Mana mashinamizni tax bo'lgan jarayoni bir podkrenlar qo'yilmagan, endi qo'yamiz. Kraskalarni sepdik. Kraskalar ishqilib yaxshi chiqdi. Zazorlari hamma narsasi joyida. Almashgan narsalari bamperlargacha almashib, hammasi original narsalar qo'yildi. Bunga 4 millionga zapchast olindi, 1 million so'm xizmat haqqisi bo'ldi. Mashinani 2 kunga taxladik.